Assalomu alaykum. Efirda Ovoz informatsion dasturining navbatdagi soni. Assalomu alaykum. Studiyada men Shirin Xolmatova va hamkasbim Jasur Rahmon. Bugun ham ijodiy jamoamiz bilan birgalikda bir qator muhim yangiliklarni e'tiboringizga havola etamiz. Avtomobil yo'llarida sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarini oldini olishda olib borilayotgan profilaktik reyd tadbirlarining o'rni katta. Qonunchiligimizda avtomobilni mast holda boshqargan haydovchi transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilishi belgilangan. Lekin avtomobil yo'llarida mahrum etilishiga qaramasdan avtoulovlarini boshqarayotgan fuqarolar hamon uchramoqda. Ana shunday haydovchilardan biri Toshkent viloyatining Quyi-Chirchiq tumanida o'tkazilgan reyd tadbirida aniqlandi. Tumanli haydovchi sizni to'xtatish natijasida transport vositasida me'yoriy hujjatlaringiz yo'qligi aniqlandi, to'g'rimi? Ya'ni fuqaro tomonidan bizga berilgan fuqarolik pasportini tekshirgan vaqtimizda ID karta emas, transport haydovchi nomlamasini biladigan vaqtda onlayn tarzda planshetda tekshirgan vaqtimizda haydash huquqidan mahrum bo'lgan ekansiz. To'g'rimi, hurmatli fuqaro? Transport vositasi haydash huquqidan mahrum bo'lgan haydovchi. E'tiroz yo'q bizga nisbatan. Vaqtinchalik transportni jarimadan olib ketamiz. Xizmatimiz davomida Tinchlik MPI 102 ro'parasida 50 O 783 SB avtoulovi tekshirish maqsadida to'xtatilganda hech qanday bir haydovchilik guvohi, shaxs tasdiqlovchi hujjat taqdim etilmadi. Shu haydovchiga nisbatan 135-modda bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarima maydoniga qo'yildi. Yo'l transport hodisalariga asosiy sabab bo'luvchi omillardan biri avtomobilni mast holda boshqarish hisoblanadi. Bunga reydlar davomida ham ana shunday harakat ishtirokchilari hayotini xavf ostiga qo'yib, mast holda rul boshqaruviga o'tirgan haydovchi aniqlandi. Transport vositasi boshqarish natijasida spirtli ichimlik iste'mol qilmaganman deyapti. Hurmatli fuqaro, transport vositasi tegishli bo'lgan me'yor hujjatlaringiz bormi? Keling bu yoqqa. Mana turing. Me'yor hujjatlar yo'q-a? Spirtli ichimlik iste'mol qilmagansiz. Jiyan kelsin bu yoqqa. Qilmagansiz. Alkotester moslamamizga o'tasizmi? To'xtamang. Alkotester moslamasiga o'tkazgan vaqtimizda haydovchi shiklik alomatlari bilan aniqlandi. Bu kabi profilaktik reyd tadbirlari viloyatning boshqa tuman shaharlarida ham davom etmoqda.